Barmoq izlari inson tanasidagi eng noyob biometrik belgidir. Yer yuzida 8 milliard inson yashaydi va ularning barmoq izlari ham 8 milliard xil. Hech kimniki bir-birini takrorlanmaydi. Bu tasodif emas. Eng g'alati tomoni, bu naqshlar umr bo'yi o'zgarmaydi. Kessangiz ham, teri tiklansa ham, izlar yana o'sha holatda qayta paydo bo'ladi. Chunki ular yuzada emas, ular tananing chuqur qatlamlariga yozilgan. Bu o'chirib bo'lmaydigan biologik kod. Siz hali tug'ilmasingizdan oldin ona qornidagi ko'rinmas jarayonlar, teri ostidagi bosim, suyuqlik harakati, mikro tebranishlar sizning kelajakdagi izlaringizni shakllantirgan. Siz qayerga teksangiz, iz qoldirasiz. Ko'rinmas, ammo mutlaqo noyob. Va ehtimol, dunyoda sizni eng aniq ifodalovchi narsa yuzingiz ham emas, balki qo'ringizdagi mayda chiziqlardir.